In this picture, you can see the road or the urban, one of the big cities in India, right? And parking chaos. You can see there are a lot of motorbikes, cars, right? And people above them. And there's not any road lines. Any road yes, and here you can see free parking. In fact, about 50% of road users take up 80% of road space. Yani avtomobil haydovchilarining 15% yo'lda yo'l hududini, yo'l mintaqasini 80%ni egallayapti. Ya'ni, misol uchun mana bu yerda ko'proq harakatlanishni amalga oshirsa bo'ladi. Lekin o'sha talabchilik sababli 80% yo'li nima bo'lyapti, hozir yopilib harakatlanish qiyin bo'lib qoladi. Tirmaniy hosilda. Parking of personal vehicles inequity in urban land use. Ya'ni shaxsiy transport vositalarini park qilishidagi xatoliklarni haqida gapirdi. The overarching objective for parking is to progressively reduce the demand for parking and facilities, organizing parking for all types of vehicles. You can see here. Look at the next page. Storm water management. Any yomg'ir sel suvlarini ichida demak yuzaga keladigan noxush vaziyatlar. Need for storm water management. How? Qanday qilib agar bunaqa vaziyatlarda shahar ichida suv toshqinlar vujudga keladigan bo'lsa, yomg'ir suvlari yig'iladigan bo'lsa, nima qilish mumkin? What is it? What do we do in Uzbekistan, for example? Bizda nima bor? Drenaj sistemasi qilingan. Agar aks holda u bo'lmaganida nima bo'ladi? Bizda ham mana bu ahvolga yaqin vaziyat bo'lardi. That's clear. On street parking. Bu yerda demak yechim berilyapti. Ya'ni o'sha yo'l o'zida parkovka qilish bo'yicha. On street parking yana o'sha. Iloj bo'lsa yo'lda chetlarida biz parkovka uchun, avtomobillar uchun hududlar ajratishimiz kerak deb qolsa. Iloj boricha. On street parking shall not interfere carriageway. Shall be defined in laws. Ya'ni bu asosiy harakatlanayotgan transport vositalariga harakat qilmaslik kerak deb qo'yibdi va u yo'l mintaqasida o'zida joylashib ketdi. Street space is a scarce resource. Ya'ni ko'cha yo'llari bu juda ham tanqis resurs hisoblanadi. Sababi o'sha bino inshootlar orasidagi masofa siz har xil bo'lishi mumkin. O'shandan unumli foydalanish haqida ketadi. Kerakli jihozlash imkoniyatlarini o'rganish kerak. On street parking shall not be allowed for more than 2 hours. Bu yana bitta yechim beryapti. Mana bu yo'lda chetidagi parkovkalarga avtomobillar qo'yish 2 soatdan o'tib ketmasligi kerak bo'lishi. 2 soatdan ortiq mashinani qo'yish mumkin emas. Bu ham bir yechim beryapti. Short-term parking shall be made expensive. Yes. Here you can see the picture. Parkovka qilish hududi o'zi yo'l chetida ajratilgan kichkina mintaqa bor. Parking deb yozilgan. Bu yangi bir kichkina g'oya. Carriageway degani bu ikki polosali. Carriageway to lines degan ikki polosali yo'l. Unga ta'sir qilmagan holda parkovkalarni o'rnatish ham mumkin. Bu ham bir element hisoblanadi yo'ldagi. Biz jihozlashimiz kerak bo'lgan bir element, bir yangicha bir g'oya. And here you can see that information about the parking pricing worldwide. Indian cities. Bu parkovka qilishdagi narxi dunyo bo'yicha. Eng qimmatlari misol uchun Londonda ekan. Ko'rsa, parking charges. Misol uchun dollarda berilgan 65.97 dollar. 62 Tokioda ham juda ham qimmat. Nimaga Tokioda qimmat? Sababi yerni o'zi yo'q, kam. New York, Hong Kong, Singapore, Bangkok, Beijing degan Xitoyda chiqsa. Mexico, Dubai, Bangalore, Delhi, Mumbai, and Chennai. Indian cities you can see here.
Look at this picture. Average peak hour speed 5 to 10 kilometers an hour. Yani peak vaqtlarida misol uchun ertalab soat 7:30dan 9gacha bo'lgan oralig'ida yoki obed paytidan 12dan 2gacha bo'lgan oralig'ida. Bu paytdagi tezlikni biz 5 soatdan 10 km/soatgacha bo'lgan bir tezlikni kamaytirishimiz kerak deyapti. Tezlikda. Va qolgan paytlarda tezlikni 80 km/gacha oshirishni taklif qilyapti. Чтобы yo'llarda, shahar ko'cha yo'llarida tumanlik vujudga kelmasligi uchun. Right? Bu bundan tashqari increased fatality for pedestrians and cyclists. Bu demak piyodalar va velosiped haydovchilari uchun ham demak nimalarni xavfsiz yechim sifatida beriladi. Look at this. Look at this. Here you can see the overpasses. Yo'l o'tkazish ko'rsatuvida shahar ichidagi. Bu yerda demak mana railway line, temir yo'lni ham ko'rsatuvda. Bundan tashqari demak harakatlanayotgan transport vositalari va qarab turishi ham harakatlanishi mumkin, qo'shib ketishi. Yana bir xavfsizlik uchun qilingan yechim. Yes, that's also one reason. Early detection. Early detection degan oldindan, ya'ni o'sha nuqsonlarni aniqlash bo'yicha sizlarga early detection. Timely identification of defects such as cracks, corrosion, and swelling allows for repairs before damage becomes critical and structural integrity is compromised. Yani oldindan o'sha defektlarni, ya'ni yoriqlarni, korroziyani va suv sizib kirishini oldin aniqlash demak katta qanaqadir bir avariya vaziyatlarda oldini olish uchun juda muhim. Birinchisi, the first reason is early detection. The second one is public safety. Public safety degani bu demak jamiyatda xavfsizlik degan ma'no. Ya'ni transport vositalarida nima bo'yicha harakatlanuvchi passenjerlarda yoki yo'lovchilarda xavfsizlik uchun. A bridge structure is subjected to wind, earthquakes, impact, and vehicle load. Damage identification ensures the safety and reliability of bridges for road users. What did you understand? Nima tushundingiz? Ya'ni ko'prik konstruksiyasida kuchli shamollarga, earthquake degani yer qimirlashiga, ta'sirlarga va yukdan tushadigan load tashqi ta'sirlarga ishlarni bo'lish kerak bo'ladi. Buni ta'sirga uchrab turadi. Doimiy ravishda, to'g'rimi? Doimiy ravishda shamol bo'lishi mumkin. Biz bilmaydigan ravishda earthquake, ya'ni yer qimirlashi bo'lib turadi o'zimizda. Bundan tashqari har doim vehicle load, ya'ni transport vositalaridan yuk ta'sir qiladi. And three, why? Again, so maintenance planning. Maintenance planning. Bu eksploatatsiyani rejalashtirish, ya'ni foydalanishda to'xtatmaslikni oldini olish. Identifying primary deterioration roads provides maintenance authorities with a clear priority list for intervention, reducing costs and extending bridge lifespan. Bunlarga oldindan eksploatatsiya paytida siz uni doimiy ravishda tekshirib, endi yuzaga kelayotgan damage'larni, nuqsonlarni oldini olib tursangiz, uni eksploatatsiya muddati, ya'ni xizmat qilish muddati. Here in this picture you can see the street types and classifications. Okay, yo'llar va klassifikatsiyasini ko'rish mumkin. Road and streets family. Rural arterial, rural collector, and rural local road. Mixed use
Arterial degani demak arteriya ya'ni asosiy yo'llarni tushunsak bo'ladi bu yerda. And here in this picture, what is this space? Nima? O'sha qizil bilan belgilab qo'ygan hudud. Nima bo'lishi mumkin? Nima deb aytadi shuni? Yo'l mintaqasi deb aytadi. Yo'l mintaqasi. Siz o'sha o'rog'dagi hamma narsani jihozlashni bilishingiz kerak bo'ladi. Qayerga nima narsa kerak? For example, you can see here the rubbish bin. Axlat tashigan ishlar, qayerga joylashish. And also you can see this parking for what? For bicycles. Dasha demak jihozlashimiz mumkin velosipedlarni qo'yish joylarini. Not only for parking for the cars, but for the bicycles too, right?